Siz, siz Minecraftda hech qonxo'r ayiqni o'ldirishga harakat qilib ko'rganmisiz? O'ylaymanki, buni sinab ko'rmagansiz. Va men bu ishni sinab ko'rmoqchiman va Minecraftdagi qonxo'r ayiqni o'ldirishga harakat qilib ko'raman. O'ylaymanki, video sizlarga aniq yoqadi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Unda qani videoni boshlaymiz. Hello everyone, sizlar bilan har doimgidek Alfa. Bugun biz sizlar bilan qonxo'r ayiqni o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Mana uni kitobi. Hozir uni spam bo'lishini eng yuqori darajasiga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, endi u kitob bizga kerak emas. Qaytib uni ochmayman. Xo'sh, endi har doimgidek daraxt chopishdan boshlab olamiz. Mana bo'ldi, verstak bilan chop yasadim. Endi taxta kirkasimizda toshlarni chopamiz. Atigi 3 tagina tosh kerak menga. 3 ta toshdan albatta toshli kirkasab, o'zimga yetarlicha toshlar qazib olaman va o'zimga toshli instrumentlar yasayman. Masalan, qilich bilan bolta. Boshqasi kerak emas hozirchaga. Va instrumentlarni taxlab olib, hayvonlarni o'ldirishga harakat qilishni boshlaymiz. Xo'sh, birinchi albatta qo'yni o'ldirib, daraxtdan olma tushibdi, olmani yeb olaman. Endi mana bu yerlarda ham ikkita sigir bor ekan. Ularni ham endi o'ldirib olaman. Hozir bitta sakrayman. Ana zo'r sakradim. Endi sigirlarni o'ldiramiz. Ana bo'ldi. Darajasi suvga tushib ketdi. Hozir olamiz. Ana oldim. Yaxshilikka ekan, endi ko'mir turibdi. Endi ko'mirni ham olamiz. Narxlarimizda hech bo'lmasa eritishga, pishirishga tayyor yoqilg'i bor. Hozir ko'mirni kovlayman. Mana kovladi. Bo'ldi. O'zi ham ko'mir shunaqa ko'p ekan, o'zi ham bir kichkinagina g'orcha ham qo'yardim, shu ko'mirni kovlayman dedim. Mana yerda molim hali ham ketib qolmabdi. Uni ham hozir chopib boramiz. Qani, o'la qol. Qayoqqa ketyapsan? O'l, yo'q. Bo'ldi. Tashvish qilmanglar jigarlar, mol o'ldi. O'ldirdik. Endi yanada yo'limizda davom etamiz. Bizga hali ko'p mol kerak va mana yerda shakar qamishlarni ham olib olamiz. Toshbaqani bolasi-yu bu. Hech ko'rmagan edim survivalda toshbaqani bolasini. Voy, yana ko'mirni ham olamiz. Oldim ko'mirni. Mana yerda daraxtim hali ham barglari oxirgacha to'kilmabdi. Mollarni ham o'ldirib olamiz. Voy, yana ko'mir. O'zi sohil tomonda ko'mirlar ko'p bo'ladi. Xo'sh, ko'mirni oldik. Yana ko'mir jigarlar. Ko'mir o'zi ko'p rasta Minecraftda. Ko'mir ferma yasamanglar hech qachon. Tovuqni ham o'ldirdik. Xullas, Minecraftda bor hammasini o'ldiramiz endi biz. Mana sigirni ham o'ldirdik yana. Qo'rqma, seni o'ldirmayman. Sen shunchalik yoqimdaysanki, bo'pti, yo'lda davom etamiz. Xo'sh, ayiq hali ham spam bo'lmadi. U duxonka ekan-ku, duxonka. Spam bo'lishdan ham qo'rqyapti. Voy, yana hayd qilib qo'ygan mana. Tovuq, har doim oldimda tovuq bo'ladi. Voy, XP'si o'chib ketdi. XP kerak, hamma XP'si. Xo'sh, ketdik yana. Bu yerda bittani yasab olmasam, pechka go'shtlar to'lib ketdi o'zi ham. Shunchalik ham ko'p go'sht bo'ladimi? Mana kravat yasab oldik. Mana endi tunni ham o'tkazib olamiz. Early tong, good morning. Men uyg'ondim. Xullas, yangi birinchi kunimni tugatib, endi ikkinchi kunda boshlab oldim. Hali ham spam bo'lganim yo'q. Ayiq. Xo'sh, hech bo'lmasa yaxshi. Biroz bo'lsa ham kuchayib olasam bo'ladi. Ovqatimni yo'g'i, bo'pti, misimni eritib olaman. Xayriyat, menda ko'mir bor. Naqd 62 ta. Mana ikkinchisini ham yasadim. Endi bunga albatta go'sht qo'yaman. Ovqat hozir bizga juda ham kerak. Yugura olmayapman deyarli. Ana hech bo'lmasa full bo'lmasa ham salkam bitta oyoq kiyim yo'q. Aslahalar yig'ib oldim. Xo'sh, endi 3 ta ortib qoldi. 3 taga albatta kirkasayman. Sal bo'lsa ham toshlarni tezroq kovlayman. Yo'g'i, uni emas, qo'yni go'shini qo'yish kerak. Mana buni ham pishirib olamiz. Xo'sh, qonchamga tushaman va mislarni kovlab olaman. Xo'sh, mislar o'zi ko'mirday tez chiqadi. Yana mistik afzallik tomoni bitta misdan bitta mis tushmaydi. 3 ta mis tushadi. Bu degani ancha tez mis topasizlar degani. Ko'mir chiqdi, ko'mirni ham oldim. Ko'mirga qo'shib misni ham oldim yana. O'zi ham mismen bo'lib ketdim. Hamma yer mis.
Endi ko'rgan rudani olib yurishga o'rganganman-da, nima qilay endi? Bu yerdan chiqib bo'ladimi? Yo'q, chiqmaymiz. O'zimizni joydan chiqamiz. Tepaga qarab hozir qurib olaman. Qurdim bo'ldi mana. Deyarli mislarim ham pishib qolgan ekan. Ovqatlarim hammasi yaxshi. Ana yerda qo'y bor ekan. Shu yer palakat qo'ylarni o'ldirishni yaxshi ko'raman-da, chunki mana bunday qilsam bittada o'ladi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Albatta ayiqni kutamiz. Ayiq hali zamon kelmadi. Mana men full mis aslahadaman. Ayiq kelsa birga ko'rib yorvoraman uni hali. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz tezroq 10 mingta bo'lishimiz kerak. Qani go unda. Xo'sh, ayiq hali zamon ko'rinmayapti. Nima qilamiz endi? Birinchi pechkadagi hamma narsamizni erishini kutib olamiz va tun bo'lishini kutamiz. Tunda endi uxlamaymiz jigarlar. Tunda mana shunday o'zimizga bir devorlar bilan o'rab, ayiqni kutib olamiz. Kutib olishga harakat qilamiz. Balkim spam bo'lar, balkim bo'lmas. U duxanka-ku axir. Qanaqa spam bo'ladi? Mendan qo'rqadi u. Xo'sh. Bu yerlarda zombi, creeper, skelet va o'rgimchakdan boshqa balo ham yo'q jigarlar. Ana yerda chankda oxirini ko'rib o'tiribman. Zerikkandan tepaga chiqib oldim deb hazillashaman. Albatta, u skelet otmasligi uchun ancha tepaga chiqib oldim. Bu yerlarda hech kim yo'q. Xo'sh, pastga tushamiz-da, tepaga chiqish uchun narvon qo'yib olaman jigarlar. Narvon kerakli narsa. Ana bo'ldi, endi normalga. Xo'sh, pastni ham ochib oldim. Agar zombilar kelsa, oyog'idan urib, farmchada kichkinagina bo'lsa ham bo'ldi. Ovqatni yeb olamiz. Xo'sh, tepaga chiqaman hozir. Xo'sh. Narvondan chiqish qiyin-da, azobda jigarlar agar narvon to'g'ri bo'lmasa. Hozir chiqaman. Qo'yay, ana bo'ldi. Bo'ldi, to'xtab qoldik. Sekin endi orqaga siljishim kerak. Shunda yana boshidan qurib keta olaman. Qo'yilmayapti narvon ham, qo'yilmayapti boru. Ana bo'lmayapti boru. Hozir endi sekin orqaga o'zimni tashlayman. Ana bo'ldi, sal qoldi-yu, sal qolmadi, hazillashdim. Qani tepaga chiqamiz. Narvonlarni qo'yib, chiqib tashlayman. Ana bo'ldi, tepaga ham chiqib oldik. Ana yerda endirmay ham bor ekan. Menda yaqinlashtirish zoom bor. Bitta ko'ziga qarab ko'ramizmi jigarlar? Qani bir ko'ziga qaraylikchi. Qani. Xo'sh, Enderman. Men ko'zingga qaraganimni sezasanmi? Ancha uzoqdasan-ku. Sezdi jigarlar, sezdi, lekin chiqa olmaydi, qo'rqmanglar. Men esa eson-omon pastga tushdim. Enderman ham meni esdan chiqarib yubordi. Bu yerda esa 3 ta zombi kelyapti oldimga. Bo'ldi, ular muammo emas. Aqlni ishlatsa bo'ldi. Aqling bo'lsa kuchni ishlatish shart emas deydi-yu. Bo'ldi, endi ularni farm qilib yana o'ldirib tashlaymiz. Bitta. Xo'sh. Hozir bunisi ham o'ladi. Bo'ldi, o'lay deb qoldi hammasi. Yana bu yerda qishloqi zombi ham bor ekan. Uni ham damlar bilan tiriltirar edim-ku, lekin bizga u kerak emas. Shunchaki biz o'sha qonxo'r ayiq bilan urushib ko'rsak bo'ldi. U ham spam bo'lay demaydi-da. Uni spam bo'lguncha dinozavrlar qirilib ketgan o'zi aslida. Yana bazajamga kelib oldim va yana tepaga chiqib ko'raman. Ayiq yo'qmikan? Balkim paydo bo'lgan, men ko'rmayotgandirman uni. Xo'sh, aniq paydo bo'lmagan u ayiq. Men точно bilaman, u hali paydo bo'lmagan. Paydo bo'lganda yaqinroqda ham paydo bo'lgan bo'lardi. Duxanka. Hali zamon paydo bo'lmaydi u. Unda men sekin pastga tushib bazamni yig'ishtirishni boshlayman. Bu yerda u paydo bo'lishi qiyin ekan. Albatta ayiq o'rmonda bo'ladi. Qaranglar, bitta zo'r laypak. Ana, ko'rdinglarizmi? Atiga yarimtaga jon ketdi. Lekin creeper bilan birma-bir teng turgan edim. Agar o'sha blok bo'lmaganida, men aniq o'lgan bo'lardim. Xullas, bu yerni anchasini yig'ishtirib qo'ygan edim. Hozir oxirgacha yig'ishtirib olsam, ko'chish time jigarlar xullas. O'zlaringiz tushundilaringiz. Mana bo'ldi, ketdim endi. Xo'sh, ana ko'rdinglarizmi? Ayiq spam bo'ldi. Hozir uni oldiga borsammikan, bormasammikan? Tuq vagon jigarlar. Men ushaman dedimmi? Bo'ldi, ushaman. Hozir biroz o'rganib chiqaylik. Men aytgan gapimni, va'damni berganmanmi? Aytilgan gap, otilgan o'q menda jigarlar. Hozir biroz kuzatay.
Qani, nay baby, touch no blight never dies. Touch no blight never dies. Qani olg'a, ayiqqa hujum. Yo'q, jigarlar. U ayiqni qildi. Men qilmadim. Men unaqa qilganim yo'q, jigarlar. Ko'rdingizmi? Naqd ekranni qop-qora qildi. Yo'q, qoyili ayiqni qo'ldan ham shunaqa ishlar kelar ekan. Bitta esa uni izi qopti, izi. Birpasdan keyin tun ham tushib qoldi, boru. Yoki hali ham tong otmadimi? O'zim ham hayronman. Xo'sh, bu yerda qandaydir o't ham paydo bo'lib qoldi. Eng qizig'i o't sinmagan. O'tni qo'lda sindirsa hech qachon o'zi tushmaydi. Mana o't, ko'rdingizmi? Xo'sh, ayiq g'oyib bo'ldi ko'zimni qamashtirib. Endi nima qilamiz? O'rmon qidiramiz, jigarlar. Mana o'rmon topdim. Xo'sh, menga tayga kerak. Ana yerda tayga bor ekan, faqat u qorli tayga ekan. Xo'sh, taygani topdik. Faqat qorlisi. Mana shu yerdan yuraveraylikchi, o'zi tindig'i chiqib qolar balkim, ya'ni yoz taygasi. Xo'sh, tayga qidiryapman. Balkim o'sha yerda ayiq tez spam bo'lib qolishi ehtimoli jicha bo'lsa ham bor. Qulagan daraxtlar anaqasi bormi, pariklar? Ya, yemabdi lekin jigarlar. Shunchaki pastidan bitta daraxt o'sib chiqqan ekan bo'ldi. Xo'sh, mana ana ko'rdingizmi bitta struktura. Bu ayiqqa o'sha modga qo'shilgan struktura bo'lib, u kuzatishga yordam beradigan binolar qo'shadi. Xo'sh, endi bu yerga chiqib olaman. Balkim kuzatarman. Biroz bo'lsa ham mana shu lyuklarni ochib qo'yay. Xo'sh, mana ochyapman. Hozir kuzatish uchun zo'r joy ekan, faqat daraxtlar ham ko'p tarassa. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Endi jigarlar, video xuddi shu joyda tugaydi. Nimaga desangiz, ayiq duxanka ekan, hech spam bo'lmadi. Spam bo'lganda ham ko'zda qamashtirib qochib ketdi. Aytgancha, 100 mingta tosh kovlaymiz videosi chiqmaydi. Chunki u world o'chib ketdi. Aytgancha, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Chunki men albatta tezroq 10k bo'lishim kerak.